Xullas, qizlar sizlar bilan ramyon yeb, erim bilan qanaqa tanishganimni aytib beraman. Oldindan like qo'yib qo'yinglar. Xullas, men bilasizlar Rossiyada 10 yil yurganman va dan keyin 18 ga to'lganman va 18 to'lganimdan keyin pasportimni so'rovga ham o'tgan va men pasportimni yangilashim kerak bo'lgan va onajonim 3-yildan menga aytganlar, "Xonzoda, уже 18 yoshga kirding, O'zbekistonga borib yur, bu joningni oldida angliskiy o'qimoqchi edim, pravaga o'qimoqchi edim, shu ishlaringni qilgin. 18 ga kirding. Men borib seni qayerda reklama, kimga reklama qilaman, xullas shu yerda borgin, sen borligini ko'rishsin. Va 18 ga kirding, erga ham tiyishing kerak. O'shaning uchun odamlar sen borligini, qanaqaligini ko'rishsin" deb xullas O'zbekistonga yuborganlar. Men O'zbekistonga noyabr 28da kelganman. Pasportim tugashiga 2 kun qolganda kelganman O'zbekistonga. Keyin men o'zimcha endi Rossiyada yashagan qiz sal fikrlash boshqacharoq bo'ladi-yu, men O'zbekistonga keldim. Hali balki erga tegmayman, angliskiy o'qiyman, prava o'qiyman va xudo xolasa to'yma-to'y yurib, ozgina endi podrushkalar zavesti qilib, 3-5 yil где-то erga tegmasdan yuraman deb niyat qilib kelganman o'zimcha. Bo'lajak qaynonam bilan xolam bitta bog'chada ishlashganda, o'g'lim uylantirishim kerak deb aytganlar, xolam men taklif qilganlar. Xullas, yarimdan keyin, rovno bir oydan keyin 28-dekabrda turmush o'rtog'im bilan ko'rishganmiz. Tasavvur qilsam, gaplashganmiz. Boshida ko'rinishlari menga yoqmagan. Chunki ko'rinishlari men uchun noodatiy bo'lgan. Cristiano Ronaldoga yigit kutganman. Erim hozir bu gaplar bilan xafa bo'ladilar, конечно. Mayli, xolamning hurmati, yaxshi chiroyli gaplashib, svidaniyaning oxirigacha mayli yuraman dedim-da. Xullas, svidaniyaning oxirigacha esa men turmush o'rtog'im bilan gaplashib, vроде menga yoqtiradigan fikrga ham kelib qo'yganman. Oyi, men 50 bo'lib qoldim. Turmush o'rtog'im menga yoqdim-yo'qmi bilmay qoldim desam, "Mayli, yana bitta svidaniya chiqasan" deb, xullas ikkinchi svidaniyaga ham keyin chiqqanman. Shunaqa qilib erga tegishni mo'ljallanmagan qiz Rossiyadan kelib 1 oydan keyin erim uchratib, bo'ldi bo'lib, xullas yozda erga tegganman. Aytmoqchiman, nimasi g'alati, nimasi shokka qoldiradi, что men turmush o'rtog'im bilan просто taqdir nasib qilganmi shekilli deb o'ylayman-da, chunki Allohim xohlamaganda bu narsa bo'lmasdi birinchidan, ikkinchidan biz turmush o'rtoq bilan umuman agar Toshkentni просто o'zim yurganimda, xolam tanishtirib qo'ymaganlarida, to biz umuman yo'limiz bir-birimizga tushmaydi-da. Birinchidan, ikkinchidan ular уже pishib yurgan bola bo'lganlar, o'ylangiz tezroq kelgandi. O'sha paytda men kelib, menga bo'lib ketdi hamma narsa. Aytmoqchiman, agar pasportim sal 1 oy, 2 oy keyinroq so'roqqa tugaganda, men o'sha paytda kelardim, o'sha turmush o'rtog'im boshqasini topib uylanib ketgan bo'lardilar. Aytmoqchiman, просто Allohim shunaqangi chevarki, что biz umuman har xil dunyodan, har xil shahardan, har xil ko'chadan bitta ko'chadan ham yurmasdik. Turmush o'rtog'im bilan taqdir nasib birga oila qurishimiz kerak bo'lgan ekan. Xullas, men shokdaman. Haligacha erimga aytaman-da. Просто bu Allohim xohlagan turmush deb, chunki biz umuman даже datalarga to'g'ri kelmay qolganda umuman ular bilan uchrashmasdik-da. Qizlar shunaqa bo'lgan. Drobnisini aytib beraman. Sizlar ham kommentariy yozinglar, qanaqa turmush o'rtog'i bilan ko'rishgansizlar. Sevishibmi, sovchi orqali, biz sovchi orqali bo'lganmiz. Menga ham juda ham qiziq. Kommentariy yozinglar, hammalarni o'qiyman va bu videoga like qo'yinglar, sani yaxshi ko'raman.